Assalomu alaykum sinfdoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi kayfiyat, yaxshi damlar olib. Xullas sizlarga lifehack. O'tni drabilkadan chiqazamiz. Mana shu holatda. Mana 8 litrmi, 10 litrlikmi bilmayman. Paqirga mana shuncha suv solib, mana shunaqa tuzni bir pachkasini shuni mana shu suvga solib eritilar ekan. Yaxshilab eritilgandan keyin mana ko'k drabilkadan chiqqan o'tga mana bunday qilib namakat suv chiqilar ekan. Xohlanglar bir og'darib olib turib qolganini yana sepinglar menga o'xshab. Xullas shu bir pachka tuz, yarim chelak suv. Mana shuncha o'tga taxmin qilib o'lchab olasizlar. Hayvon qo'y onasini to'yganini bilmay yurar ekan. Shirin nima tam berganda yurar ekan, keyin orqasidan poqillatib olib suv ichaverar ekan. Ana o'shandan keyin konkret semirib, etni qo'yib, suv qancha ko'p ichib nima qilsa, et shuncha o'zgarar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bundaqa altemir drabilkalarni tavsiya qilaman, og'alar. Konkret. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.